Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun birinchi guruhning asosiy guruhcha metallari mavzusi bo'yicha, ya'ni ishqoriy metallar mavzusi bo'yicha tajribalarni ko'rib chiqamiz. Endi ishqoriy metallar bilasizlar, faol bo'lganligi uchun laboratoriya sharoitida bular kerosinda saqlanadi. Endi ishqoriy metallardan bizda natriy bor, buning kislotalar hamda suv bilan ta'sirini ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida natriy metalimizni suv bilan ta'sirlashtirsak, natijada hosil bo'ladi natriy gidroksidimiz hamda burada vodorod gazi ajralib chiqadi. Ushbu jarayonni birgalikda ko'rishimiz mumkin. Hosil bo'lgan natriy gidroksidimiz bu qo'yuvchi hassasiga ega, ya'ni ishqor hisoblanadi. Buning uchun bizlarga natriy kerak bo'ladi hamda suv. Bu jarayonni ko'rishni boshlaymiz. Natriy aktiv bo'lganligi uchun bundan kamroq miqdorda solishni tavsiya qilamiz. Sababi reaksiya juda tez hamda portlab qoladi. Demak, bizda natriy metalimiz bor. Bitta ma'lumot aytib o'tish joiz deb bildik. Ya'ni qaysi metallarni pichoq bilan kessa bo'ladi? Bu metallarimiz natriy hamda kaliy metallari hisoblanadi. Ularni pichoq bilan kessa bo'ladi. Ya'ni bu yerda natriyimizni o'rab turgan suyuqlikdan biroz tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu jarayonda bizni kesib oldik. Endi uni suvga tashlaymiz. Ushbu jarayonni tasavvur qiling, reaksiya jarayonimiz bu yerda suv yuzasida yugurgan holatda ketyapti. Natriy aktiv bo'lganligi uchun juda tez reaksiyaga kirishadi. Burada ishqor eritmamiz hosil bo'lyapti.